Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan uchi bolalar. Sergelidan va shu zo'r uchasi topib qo'ydim. 9 sotu 10 ta xonasi bor. Bu yerda mana do'konga ham joy qo'yilgan va uyimiz uglovoyda joylashgan. Yon tarafida ham kiradigan eshik bor. Hovli prosta super. Manzil keladigan bo'lsa Sergeli Sputnik 12 deyiladi. Raddondan to'g'ri tushganingizda avtoparkka yetmasdan chap qo'lga ozgina kiriladi. Yo'l yuzi joylashgan uy ichini ko'ramiz. Hovlini eng chiroyli joyidan boshlaymiz. Qarang, basseyn qilib qo'yilgan chiroyli qilib, yonida tapchani ham bor, tepasi yopiq. Bu orqa darvozasi. Bu yoqda kirib kelganimizda oldi darvozasi bo'lyapti. 9 ta xona, nejiroy bitta do'kon bilan 10 ta xona, 6 ta sanuzel bo'lyapti. Tashqarida oshxona, sanuzeli ham bor. Ma'matlarni burchatga qilib, cho'tki qilib qo'ygan ekanlar, aka mana uzumlargacha ham ekib qo'yilgan. Uy ichini bitta ko'ramiz. Uy ichiga kiramiz. Uyimiz juda ham shinam va did bilan qilingan. Bu spalnisi. Unda chiqqanimizda bu yoq taraf sanuzel va zal. Zalimiz juda katta va shinam. Hop, 2-3 ta xonalarni ko'rsatamiz. Qolganini yoqqan bo'lsa Telegram kanalimizga o'tib bemalol ko'rib olsangiz bo'ladi. Bu uyimizning tigi podol qilingan. Bemalol narsalarimizni joylab qo'ysangiz bo'ladi. Xullas, uyi narxi 350 ming dollar bo'lyapti. Kelib ko'rib, egasi bilan savdo qilib kelishtirib olsangiz bo'ladi. Salomat bo'linglar, uchi bolalar sizlar bilan. Va uyimiz ipotekaga ham to'g'ri keladi.